Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 15-apreldan 22-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 15-17-aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18-21-aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 22-aprel kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr tezlikda esadi. 15-17-aprel kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha kuchayadi. Ayrim joylarda esa shamolning tezligi 25-28 metrgacha kuchayishi mumkin. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Haroratlar kechalari 15-19-22-aprel kunlari 7-12 daraja iliq, 16 hamda 18-aprel kunlari esa 5-10 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 10-15 daraja iliq, 16-22-aprel kunlari esa 20-25 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-18-aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19-22-aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 20 hamda 21-aprel kunlari esa ayrim joylarda momaqaldiroq bo'lishi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 15-16-aprel kunlari ayrim joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha, ba'zi joylarda esa 25-28 metrgacha kuchayishi kuzatiladi. Haroratlar kechalari 12-17 darajadan 6-11 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 15-20 daraja iliq, 16 hamda 17-aprel kunlari esa 13-18 darajani tashkil etadi. 18-22-aprel kunlari esa 20-25 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17-19-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 16-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. 18-20 hamda 21-aprel kunlari esa ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kuzatiladi. Shamol o'zgaruvchan bo'ladi, 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 darajadan 6-11 darajagacha o'zgaruvchan bo'lib turadi. 15-aprel kuni 22-27 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 22-27 darajani tashkil etadi. 16 hamda 17-aprel kunlari esa 13-18 darajagacha tushib ketadi. 18 hamda 22-aprel kunlari esa 20-25 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.